12 ayının 16 kuni aytgandilar. Amerika Savdo Ministerligi va Sanoat va bexatarlik organi bayonot e'lon qilib, Xitoyning 34 muhim organlariga jazo yurgizishni e'lon qildi. Xitoyning bu 34 muhim bo'lgan organlarini jazolash va jazo yurgizish tizimligiga kirgizibdi. Bu jazolangan organlarga Amerika davlatining har qanday mablag' sog'uvchi savdo korxon tijoratchilarini Xitoyning jazolash tizimligi ilingan organlari bilan savdo qilishni cheklaydi ekan. Bu organlar bilan bo'lgan hamkorlik, texnik almashtirish, eksport, import qatorliq har qanday bodikalda ishlarni qattiq cheklaydi ekan. Xitoy davlatining bu 34 asosli organlari bo'lsa, biologiyalik qurollarni tadqiq qilish, ishlatish va o'rinlashtirish ishlari bilan shug'ullanadi ekan. Bo'libmi odam mingsini kontrol qilish qurollarini tadqiq qilish va ishlatgan ekan. Mana bu xabarni tunji qitim Amerika Savdo Ministerligi Amerika hukumatiga vakolatan butun dunyoning oldida Xitoy hukumati odam mingsini kontrol qilish quroli bilan shug'ullangan bu paketni butun dunyo oldida oshkorlabdi. Xitoy davlatida rost degandek odam mingsini kontrol qilish quroli bormi degan har xil farazlar bo'layotgan mezgilda bu qitim Amerika hukumati haqiqiy paketlarni oshkorlabdi. Chunki Xitoy hukumati Xitoy davlati ichida odam mingsini kontrol qilish qurollarini keng ko'lamda ishlatib sinov qilgan ekan. Amerika Savdo Ministerligining ministri bayonot e'lon qilib, bayonotning mazmuni bo'lsa, biologiyalik texnikni taraqqiy qilishdagi maqsad bo'lsa, insonlardagi kasalliklarni davolab saqaytishda yengillik yaratish. Lekin Xitoy hukumati bo'lsa, bundaq texniklar orqali o'z xalqini bostirish va asonliq millatlarni kontrol qilish, ularning diniy e'tiqodi o'ziga xos bo'lgan milliy kulturini kontrol qilish ishlari bilan shug'ullangan deb deyilgan. Bu bayonotda yana ochiq eskartilib, Xitoy hukumati biologiyalik texniklar bilan ham mingni kontrol qilish qurollar bilan o'z davlatining xalqlariga taqobil turgan. Bo'libmi atalmish Xinjiangdagi Uyg'urlarga va boshqa dindagi guruhlarga, masalan, butga e'tiqod qiladigan Tibetlar va xristian muridlarni bostirish uchun mingni kontrol qilish qurollarini uzluksiz ishlatgan. Bu mingni kontrol qilish qurolini kim tadqiq qilib barpo qildi deganda, ya'ni bu qitimqi jazolash tizimligida ko'parak yozilgani bo'lsa, Xitoy davlatining harbiy tibbiy fanlar akademiyasi va uning tarmoq 11 tadqiqot organlari tadqiq qilgan ekan. Bu 11 tarmoq organlarninki vazifasi maxsus odam mingsini kontrol qilish qurollarini yasab barpo qilish. Bu qurollarni yasab barpo qilish jarayonida biologiyalik tadqiqot elib berish, matematikalik hisoblash, radioaktivlik tarqitish texnikasini tadqiq qilish qatorliq tadqiqotlarni o'z ichiga oladi ekan. Amerika istixborot organlarining tafsili aniqlash orqali Xitoyning biologiyalik qurollarni tadqiq qilib va odam mingsini kontrol qilish qurollarini barpo qilganligini muqimlashtirgan ekan. Xitoy hukumati odam mingsini kontrol qilish quroli bilan o'z davlatidagi odamlarning qarshiligini kontrol qilgan bo'lsa, yana bir jihatdan harbiy sohalarga olib ishlatgan ekan. Bu intayin qo'rqinchli ahvol bo'lib, Amerika davlatining harbiy sohasiga tahdid qiladigan vaziyat ko'rilgan. Xitoyning mush sohadagi qurollariga vositalik bo'lib yordamlashgan Xitoyning boshqa shirkatlari bu qitimqi tizimliklarga yozilgan ekan. Bu qitim Amerika hukumati Xitoyning yana 34 shirkatini jazolashni ijro qildi ekan. Amerika hukumati bu qitim Xitoy davlatining zo'ravon kuchiga taqobil turishda texmo qattiq qo'lliq harakat elib berish qadamini tashlagan. Chunki Amerika davlati Xitoy davlatiga qarshi turmasa bo'lmaydigan vaziyat ko'rilishga boshlagan. Chunki Xitoy hukumati biologiyalik qurollarni sinov qilish, odam mingsini kontrol qilish qurollarini ishlatish, o'z davlatining xalqlariga ziyonkashlik qilib qolmasdan Amerika davlatiga ziyonkashliklarni ib olgan. Xitoy davlatining mingni kontrol qurolini oddiy qilib tushundirganda insonlarning tafakkür qilish iqtidorini o'zgartirib yetadi. Xitoy hukumati bu orqali o'zining ichidagi xalqlarni bostirish ipasa, yana bir jihatdan harbiy texnik ishlariga ishlatadigan. Xitoy hukumati o'zining xalqiga
bastırış ipaganda bir türküm insanlarning mingsidagi o'ylash iqtidorlarini butunlay yuvib tashlab etib, Xitoy hukumati uchun xizmat qiladigan va shu shaklda tafakkur qiladigan insonga aylantirib qo'ydi ekan. Hamda shu odamning mingsidagi butun xotirlarni yo'qotib etish, o'zining burungi vaqtini eslamaydigan qilib etish. Yaqinda buyon Xitoy hukumati bo'libmi Uyg'urlar ustida ko'plagan sinoqlarni ib berish, ularga dori ishkizish, okul silish, uningdan keyin ayrim uylarga solash orqali ularga elektronlik to'lqin tarqitib, shu orqali shu odamning cho'ng mingisini butunlay o'zgartib etish. Bu uyga solangan Uyg'urlar turma va lagerlardan chiqqan taqdirdimi o'zining xotirasini eslamaydigan, putqollarda jon bo'lmaydigan, hattoki bu yerga solangan Uyg'urlar o'zining qandoq dinga e'tiqod qildiganligini bilmaydigan, eslamaydigan odamga aylanib qoladi ekan. Bu yerda Xitoy hukumati bundaq turkumdagi odamlardan xotirjam bo'lsa, lekin mingini kontrol qilish qurolining zarbasiga uchragan odam o'zining burunqi xotirasini butunlay unutib ketadi ekan. Xitoy harbiy rayonlarining tibbiy tadqiqot organlarining tadqiq qilgan bu qurollari bo'lsa, elektronlik to'lqin tarqitish, radioaktiv to'lqinlarni tarqitish, puroq chiqarish qatorliq hodisalarni shakllantirib, bu orqali nishondagi odamning mingisini butunlay kontrol qilib bilish. Xitoy harbiy ishlar ishlatganda, Xitoy armiyasi bilan dushman armiyasi ikki taraf bir-birisi bilan tirkishganda, dushman tarafga mingini kontrol qilish qurolini ishlatish orqali dushman tarafning askarlari taslim bo'lish yoki bo'lmasa urushdan qochib ketish ahvollari yuz berdi ekan. Buning misoli bo'lsa, Hindiston askarlari bilan Xitoy askarlari Hindiston Tibet chegaralarida to'qinish bo'lgan mezgilda Hindiston askarlari bir xil elektronlik to'lqinga uchrayotgandek put-qo'lda jon yo'q, beshi og'rib, psixik xarakterida o'zgarish yuz berib, oxirida chekinishga majbur bo'lgan. Yaqinqi 1-2 yil ichida Amerika davlatining Xitoy va Vyetnamda turishliq konsulxonaning xodimlari o'xshamaydigan mingini kontrol qilish qurolining zarbasiga uchragan. Beijing, Guangzhou Amerika konsulxonasining odamlari bir xil elektronlik to'lqinga uchragandek his qilgan bo'lib, kayfiyatlari butunlay o'zgarib, asli tutish qobiliyati butunlay o'zgarib ketgan. Bu xodimlar amalsiz Amerikaga qaytarilib kelib, davolangan. Amerika istixborot organlari keng doirada aniqlash orqali Xitoy davlati harbiy rayonning tibbiy tadqiqot organlarining tadqiq qilib yasab chiqqan mingni kontrol qilish qurolini bayqab chiqqan. Bu tadqiq chiqqan qurol bo'lsa, insoniyat jinoyat qatoriga kirgan bo'lib, xuddi zarli gaz bombasini ishlatgan jinoyatchilar qatoriga kirdi ekan. Insoniyat jinoyati kiradigan mana shunday qurollar orqali vatanimizdagi Uyg'urlar ustidan tajriba sinoq ib berish, bo'libmi Uyg'urlarni so'ligan lagerlarda keng ko'lamda ishlatgan deb qaraldi ekan. Uyg'urlarni ta'lim tarbiya orqali o'zgartimiz degan bano bilan lagerlarga so'lib olib, mingini kontrol qiladigan qurol ishlatib, shu Uyg'urlarning asli tutish qobiliyatini butunlay yo'q qilib etgan. Bu lagerga so'langan Uyg'urlar o'zining dinini, o'zining payg'ambarini, o'zining Allohini butunlay unutdi ekan. Xitoy hukumati mana shunday fizikalik tadbirlar orqali bir odamni yana boshqa bir odamga aylantirib qo'ydi ekan. Xitoy hukumati hozir haqiqiy iblis shaytonga aylangan. Amerika hukumati bu qitim Xitoyning mingini kontrol qilish qurolini butun dunyoga oshkorlash orqali Xitoyning qandoq insoniyat jinoyatini o'tkazayotdi. Butun dunyoga bildirish orqali, butun dunyo bilan birikish orqali Xitoydek zolim bir davlatni yo'qotish uchun ulug'vor nishonga atlangan.